Sening Rossiyadan kelgan do'sting. Mening yo'limmas yo'limga ketdi deb xotinim kutib o'tirgandi. Otajon! Otajon, alpomishing keldi xotin, eshikni och. Ha, xotinjon. Ye. Alpomishing. Assalom. Otajon, odam sog'inib ketdi-ku, bachalar qani. Aytmabsiz kelishingizni dadasi. O'qishga ketdimi? Ketdi maktabda dedi. Men senga bitta surprizim bor yoqqa. Yoqqa oldimga tush. Aka, rosa. Dadasi shoshmang, hozir qachon kelib qolishi mumkin maktabdan? Nima farqi bor? Men tez bo'laman, yoqqa kel. 3-4 поехали. Jonim, yoqqa kel. Dadasi qutibmi? Jonim, senga surprizim bor. Qanaqa surpriz dadasi, bu surprizni qanchadan beri kutaman? Mana jonim, senga Rossiyadan 12 soat olib kelim.